Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, baliqchi akalar. Bugun 17-fevral kuni ovga chiqdik. Havo yaxshi bo'lganligi sababli Xudo xolasa mana shunaqangi joyga kelganmiz. Baliqlar ancha faol bo'lib qopti. Ilonboshlar ham chiqishni boshlabdi. Asha burchakda ilonbosh qochdi. Haligida kelganimda qochdi. Endi bitta qarmog'imga baliqni maydalab tashab qo'yganman. Bittasiga chuvalchang tashab qo'yganman. Endi qaysi biriga natija bo'lsa, Xudo xolasa ko'rsatamiz, imkon boricha chiroyli qilib video qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib, podpishkani ayamanglar. Hammaga omad. Maydaroqmi kana? Hozir karas chiqdi. Buni syomka qilishga ulgurmadim, chunki qaytib kelgunimcha qarmog'imda paplotni suv ichiga tiqib yuborgan ekan. Normalni karas. Ovimiz ham Xudo xolasa mana boshlandi уже. Yaxshi karas. Ashlarda paqillatyapti. Poq qilyapti. Non olib kelish kerak ekanda. Bunday suv betiga sachib qo'yilganda yaxshi bilinardi. Non, xlebmi, nonmi suv betiga sochib qo'yilsa. Mashina qoldi. Rosa bilinardi-da, baliq. Sazan chiqib yerdi o'shani, sazan bo'lgan. Yaxshi tortib qoldi. Уже mana ikkinchi natijamiz. To'y, sazan ekan bu. Sazan. Normalniy. Yo'q. Qiyoqlardan uryapti. Yaxshi. Bobokalona chiqibdi-yu, bobokalona. Ha, bu вообще kattasi ekan. Mana do'stim уже 3-natijani qilib berdilar mana bizga. Kattaligini qaranglar buni. Sazanmi yo karasmi? Bir kommentariyaga fikr bildiringlarchi. Pasti tengroq ekan. Endi kattaroq. Baytga suv ozgina kamroq ekan. O'sha hisobiga juda zo'r mas'ul, lekin har holda 3-natijamiz ham bo'ldi mana. Mana tepa yerdagi
tashlamasi tushyapti naryoqda. Tushyapti. Endi suvlar ko'tarilib qolsa, yana bir hafta 10 kunlarda yaxshi bo'lib qolsa kerak, baliqlar yanada yaxshi yursa, natijalar yaxshi bo'ladi. Endi ro'za oyida ovga borsa bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Buni ham bir kommentariyaga fikrlar qoldirsalar yaxshi bo'lardi. Aniq bilib olsak, shunga qarab harakat qilamiz. Ha, iplos. Ya, qiyoq. Men seni ko'ryapman, maxluq. Ketib qoldi. Tustovuq ham bor ekan. Tustovuq. Chevinam yorayapti o'zi. Bitta yaxshi tortyapti. Haligida papirosni olib kirib ketib ham qoldi. Hozir ham yaxshi tortishi. Hoppa. Hoppa. Nadislar mashg'ulotda tortish kerakmi? Qarmoqda. Quyosh ham botib yetib qoldi. Papirosni olib kirib ketguncha kutish kerakmi yo? Yana tortyaptimi? Hoppa. Zakon uryapti-yu. Tortib bo'laveraychi. Maydaroq shekilli. Andatirami? Andatira. Andatira.
O bilat. Do'stlar, mana bugungi ovimiz ham poyoniga yetdi. Quyosh botyapti, уже yo'lga chiqib uyga yetib bormasak bo'lmaydi. Bugungi natijalarimiz endi 4 ta bo'ldi. 3 ta bo'pti. Bitta maydaroq. 4 ta bo'ldimi? 4 ta bo'pti. U hisob emas. 3 ta ekan. Ovimiz ham baroriga yetdi mana. Hammaga omad, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunday chiroyli ovlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Kelinglar, birga ov qilamiz.